Xon qurilishi yakunlangandan keyin ustalarni qatl qildiraman deganini eshitgan quruvchilar minorani bitirmasdan qochib ketganlar degan rivoyatda haligacha ko'pchiligimiz ishonamiz. Aslida novi bo'lgan. Qurilishi 1852-yilda Muhammad Aminxon tomonidan boshlangan. Agar bitsa, eni 14 metr bo'lgan minorani bo'yi 70-80 metrga yetishi kerak edi. Kalta minorning qurilishi oxirini yetming qolganligi to'g'risida ko'plab afsonalar mavjud. Shulardan biri video boshida aytib o'tganim bo'lsa, boshqa bir rivoyatda Buxoro amiri kalta minor qurilsa, Xiva xonlari Buxoroni ko'rib o'tirishlari mumkin degan xo'p bilan minora qurilmasligi uchun katta bosim o'tirgan. Lekin nachundir xon vafot etganligini, keyingi xonlar aldingisini ishini davom etasi gamayanini, ustina ustak xazna ishni yakunlash uchun ham yetarlicha do'li bo'lmaganini kamdan kam odam eslaydi. Shunday bo'lsa ham Xivaga qilgan safarimizda Ichan qala xodimlaridan Xitoy kompaniyalari bilan minorani qolgan qismini gum botganda gologramma orqali qayta chizish variantini eshitib sevindim. Tasavvur eting, qorong'i tushganda bitmay qolgan kalta minorning mahobatini his qilishingiz mumkin bo'ladi.